Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga qirg'iz xalq yozuvchisi Chingiz Aytmatovning eng mashhur qissalaridan biri Birinchi muallim asar haqida qisqacha gapirib bermoqchiman. Asarda ustozning fidoyiligi, ilmning inson hayotidagi o'rni, mehnatsevarlik va ezgulik g'oyalari yoritilgan. Voqealar Qirg'izistonning chekka qishloqlarining birida bo'lib o'tadi. Inqilobdan keyingi yillarda qishloq aholisi savodsiz bo'lib, bolalarni o'qishga unchalik e'tibor bermas edi. Shu paytda sobiq askar Dushin qishloqqa keladi. U o'zi ham katta bilim egasi bo'lmasa-da, bolalarni savodli qilishni o'zining eng muhim vazifasi deb hisoblaydi. Eski omborxonani maktabga aylantirib, bolalarni yig'adi va ularga harf tanitishni boshlaydi. Ko'pchilik uning ishini tushunmaydi, to'sqinlik qiladi. Ammo Dushin hech qachon taslim bo'lmaydi. Asarda asosiy qahramonlardan biri Oltinoy. U ota-onasidan erta ayrilgan yetim qiz bo'lib, qarindoshlarining uyida og'ir hayot kechirardi. Oltinoy juda aqlli, bilim olishga chanqoq qiz edi. Dushin uning iste'dodini sezadi va unga albatta o'qitish kerakligini tushunadi. U Oltinoyni himoya qiladi, maktabga qatnashishiga yordam beradi va keyinchalik shaharga o'qishga yuborish uchun katta harakat qiladi. Oltinoy o'qishni davom ettirib, bilimli, mashhur olima bo'lib yetishadi. Yillar o'tib, u bolaligini va unga yo'l ko'rsatgan birinchi ustozi Dushinni chuqur minnatdorchilik bilan eslaydi. U o'zining barcha yutuqlarida aynan Dushinning sababchi bo'lganini tan oladi. Qissada Dushin obrazi haqiqiy ustoz timsoli sifatida tasvirlangan. U boylik yoki shuhrat emas, balki bolalarning kelajagi uchun mehnat qiladi. Ustozning mehribonligi, sabr-toqati va fidoyiligi tufayli ko'plab bolalarning hayoti o'zgaradi. Asarning asosiy g'oyasi shundan iboratki, ilm inson hayotini o'zgartiradigan eng katta kuchdir. Haqiqiy ustoz esa shogirdning kelajagi uchun o'z manfaatidan ham kech oladigan insondir. Asar o'quvchilarni ustozni hurmat qilishga, bilim olishga intilishga, mehnatsevarlik va sabrli bo'lishga undaydi. Xulosa shundaki, Birinchi muallim qissasi bizning ustozning mehnati hech qachon zoye ketmasligi, bilim insonni yuksaltirishi va ezgulik oxir oqibat albatta samara berishini o'rgatadi. Shu sababli bu asar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan va sevib o'qiladigan asarlardan biri hisoblanadi.